Okalar, men Instagramga qanaqa video qo'yishni, videolarni kimga ko'rsatishni yaxshi bilaman. Maqtanish emas, o'shaning hisobiga mendan ko'pchilik haligacha mashina so'rayapti. Nexus so'rashdi, Spark so'rashdi, har xil mashinalar so'rashyapti. Biz amallab mashina topishga harakat qilyapmiz. Bitta mashinamiz sotuvga chiqib qoldi. Narxi $5000, Lacetti, kapotda, kalenkada kraskasi bor deb egalari aytayaptilar. 265 000 masofani bosib o'tgan mexanika peredachida 3-pokoleniya gaz ham qo'yib qo'yilgan ekan. Hamma biladigan o'zimizning joni baquvvat mashinalarda har doim men aytaman, bu mashinani olsanglar ko'chada qolib ketmaysizlar. Sinovlardan o'tgan mashina. Mashinamizni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Balon holatlari ham yomon emas. Salon holatlarini ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Marhamat. Egalari aytayaptilarki, genga ham gaplashamiz deyaptilar, oddiy dovenniska ham gaplashamiz deyaptilar. Videoni tagida egalari nomeri bemalol telefon qilib talash tortsangiz bo'ladi. Mashinangiz bo'lsa sotiladigan. Profilimning nomeriga telefon qilinglar. Chiroyli qilib mana shu Stroy Martda o'zimizning mashinalarni obzor qilib qo'yib beramiz. Inshaalloh sotilish sabablarini qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.